O'zim tug'ilib o'sgan shahardan bugun Xitoyga mehmonlar kelishdi. Xitoyning tansiq taomlari qurbaqa-churbaqalar bilan mehmonlarimizni kutib oladigan bo'ldik. O'zbekistondan kelgan mehmonlarimiz qurbaqa-churbaqalarni yeyoldimi yo'qmi, videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Birinchi navbatda sevimli qaynonamning kiyimlarini tayyorladim. Qaynonam ko'chaga chiqsa hech qachon shapkasiz chiqmaydi, sababi sochlari kalta va oppoq ekanligidan hozirda uyaladi. Qaynonam qari bo'lsa ham ko'ngli yosh. Qaynonam sayohatlarni juda ham yaxshi ko'radi. Qaynonamni kiyintirib bo'lib, endi esa erimga navbat. Erim ham xuddi yosh bolalarga o'xshaydi-ey. Sal e'tibor yetishmay qolsa, kiyimim qanday deb so'raydi. Atir uncha-muncha ishlatmaydigan xitoylik erimga atiringizni sepib oling desam, "Yo'q, men qo'limga narsa taqqanman" deb turib taxtali bir nimasini taqvagan ko'rsatdi. Qarasam, uni taqqan vaqti duxi sepish mumkin emas ekan. Qaynonamni koleskasini itarib, kattalar ichadigan ichimlikni oldiga qo'yib, biz esa cho'lchang yeyishga yo'l oldik. Bizni mashinamiz 2 kishi o'tirishi mumkin bo'lganligi uchun bu safar qaynapamni mashinani olib keldik. Erim nafaqat uyda ovqat pishiradi, balki og'ir ishlarni ham o'z zimmasiga olgan. Xitoyda men ayol kishi bo'lib faqatgina yashab bersam bo'ldi. Qayerda? Baribir o'zbekmanda. Qaynapam qaynonamni qariyalar uyiga topshirib yuboramiz deganda, "Yo'q" deb erim bilan birgalikda qaynonamga qarashni o'z bo'ynimizga olganmiz. Ota-onaga hurmat, qariyalarni qadrlash bu bizni qonimizda bor. Turmush o'rtog'im xitoylik bo'lsa ham g'irt o'zbek. Ya'ni mehmon do'stligi, qariyalarni qadrlashi, kichkintoy bolajonlarni yaxshi ko'rishi va hatto biroz erinchoqligi. Gap bilan bo'lib biz restoranga ham yetib keldik. O'zbekistondan kelgan mehmonlarga esa qaysi chuvalchang shirin ekanligini tanlashga yordam beryapman. Xitoyda eng mazali ovqatlarni pishiradigan restoranlar unaqangi chiroyli bo'lmaydi. Chiroyli, hashamatli restoranga borsangiz esa ovqatlari mazali bo'lmaydi. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deganidek, dengiz mahsulotlarini ham faqatgina dengiz bor joyda tatib ko'rishingizni men sizga maslahat bergan bo'lardim. Oldin yeb ko'rgan joylaringizdagi dengiz mahsulotlari yoqmagan bo'lsa ham dengiz bor shaharga borsangiz, albatta dengiz mahsulotlarini tatib ko'ring. O'zbekistonda dengiz bo'lmaganligi uchun dengiz mahsulotlarini yeyish siz uchun g'alati tuyulishi mumkin. Ammo O'zbekistondan kelgan mehmonlarimiz ham bir tatib ko'rib mazali ekanligini tasdiqlab ketishdi. Siz ham Xitoyga kelsangiz, albatta men bilan bog'laning. Mana shu qurbaqa-churbaqalarimiz bilan sizni mehmon qilib olamiz. Xush kelibsiz Xitoyga.